Assalomu alaykum, Said Bugus kanalining hurmatli obunachilari. Akalar, bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shohidon ot bozoridamiz. Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, ot bozor qaynayapti. Otlarimiz juda ham ko'p, oladigan odam ham. Bu yoqda uloqchi otlar, bu yoqda to'ylar, hurmatli obunachilar. Mana Beshqashqa deysizlarmi, turli xildan to'ylarni ham go'zallari chiqqan videoni o'tkazib oxirigacha ko'rasizlar, hurmatli obunachilar. Bugungi sanamiz 16 dekabr, hafta kuniga seshanba 2025-yil. Har seshanba shu yerda ot bozor bo'lib o'tadi. Manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shohidon ot bozori, hurmatli obunachilar. Videomizni qo'llab-quvvatlash uchun bir dondan like tugmasini bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Bo'lmasa biz otlarni narxi bilan tanishtirishda boshladik, hurmatli obunachilar. Mana shu otimiz baho bo'lyapti. Beshqashqa. Bahosi necha pulga chiqdi aka buni? Necha? 12 million 500 ming so'mga chiqmiş, hurmatli obunachilar. Mana shu otimizdan Beshqashqa otimiz. Bahosi. Bu keyingilariga o'tamiz. Yoshi bahorda 2 yasharga to'lar ekan. Baraka bo'lyaptimi bu aka? Necha pulga chiqdi bahosi? 21 million. 21 million. Biz olmagan bahosi chiqib turmadi, obunachilar. Mana shu otimiz. Qara bunaqa bozor. Ustoga bu narxni ishlagan to'yimizda. 20 million. 20 million kami bor, ha? Mana hurmatli obunachilar. Qayerda aka? Shahidonniki. Qaydan o'tgan bu aka? Qirg'izdan o'tgan, ha? Qirg'izdan o'tgan to'yimiz, hurmatli obunachilar. Bo'y necha aka? Bu 1.40 atrofida. Hurmatli obunachilar, bo'ylari 1.40 atrofida. Bahosi necha pulga chiqdi? Axir qilyapti. Telefon raqam qoldiramizmi? Telefon raqam? Ayting. 99lik. Necha? 131 98. Hurmatli obunachilar, bemalol akamizga aloqa chiqaverasizlar. Fermada bundan boshqa bormi yo'qmi aka? Dehqonchilik shu bitta xolos, ha? Zo'r. Hurmatli obunachilar, akamizga aloqa qilsalaring ish bitadi. Akamiz Shohidondan ekanlar. Zo'r. Ustoga to'yimiz yoshlar necha yashagan? Assalomu alaykum. 1,5 yasharlik to'yimiz mana, hurmatli obunachilar. Zo'r. Bo'ylari necha aka? 150 ga? Bo'ylari 150, 1,5 yasharlik to'yimiz, hurmatli obunachilar. Oyoq qo'llari uzun, Beshqashqa ekan, xudo xolasa. Zo'r. Narxi necha bo'lgan aka? 20 million. 20 million kami bor ekan, hurmatli obunachilar. Telefon raqam qoldiramizmi aka? 94lik 509 6611. Hurmatli obunachilar, akamizga bemalol qo'yib qo'yasizlar. Beshqashqa to'yimiz 20 million kami bor deyishyapti. Manzil qayerdagi? Namangan viloyati Nanaydan ekanlar akamiz. Fermada bundan boshqa bormi yo'qmi aka? Tagi seropa. Kimga to'y kerak bo'lsa, sizga aloqa qilib ishlarni bitirasiz, xudo xolasa. Dastlabki xizmatlar qayergacha? Toshkentgacha dastlabkasini qilib berishar, hurmatli obunachilar. Besplatniy, undan yo'q kelishilgan holatda qilib berishar, xudo xolasa. Akamizga aloqa chiqaverasizlar. Kimga shunaqangi to'ylar kerak bo'lsa. Bu yoqda yoshlarni ham ko'rsatamiz, hurmatli obunachilar mana. Kam bular narxi necha puldan ekan? Bunisi 15 million kami bor ekan, hurmatli obunachilar. Bunisi 12 million kami bor ekan mana. Orqa tarafda. Zo'r. Bo'ylari necha bularda? 1.25 ga 1.30 ha? Kichkinasi 1.25, kattasi 1.30, hurmatli obunachilar. Zo'r. Hop, narxi necha pul ekan bularni? Juppaliga bittajaga olsa 28 kam bor, ha? Dastlabki xizmati bor. Zo'r. Telefon raqam qoldiramizmi?
Mashhad ekan bular ham. Hozir qoldirilgan telefon raqamlariga aloqa qilib ko'rasizlar. Ikkalasi bitta odamnikiga hurmatli obunachilar. Ya 15. Keyingisiga o'tamiz. Ustaga to'yimiz narxini eshitmagan. Assalomu alaykum. 11 million kami bor. Zo'r. Hurmatli obunachilar, 11 million kami bor ekan buni. Bo'ylar necha? 1.20 ha? Zo'r. Hurmatli obunachilar, bo'ylari 1.20 ekan. Kimga shunaqa arzonni kerak bo'lsa, bemalol akamizga aloqa qilishlari mumkin. Aka telefon raqami qoldiramizmi? Ayting. 93 lik. Necha? 155 88 28. Mana hurmatli obunachilar. 11 million kami bor deyapti. Bo'ylari 1.30 atrofida. Mana orqa taraflari. Mazli qayerdagi? Namangan viloyati Chortoq tumanidan ekanlar ekanmiz. Bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Hop, keyingilar. So'ka bular narxini eshitmagan? Hey. 15 milliondan kam bor ekan. Ikkalasi ham erkak a? Bo'ylari necha ekan bularni? Bo'ylari o'lchanmagan 1.30 atrofida hurmatli obunachilar. Mana. Bitta qizil, bitta qora. Jupolaman degan kilometr berasizmi aka? Jupolaman degan kilometr berasizmi? Old taraflar hurmatli obunachilar. Telefon raqamini oldiramizmi aka? Sotilib ketadi, xudo xolasa. Yaxshi, barakasi bo'lsin. Keyingi otimiz. Aka bu baytalmi? Bo'g'ozmi? Necha oylik? 9 oydan o'tgan. Necha oydan? 9 oydan o'tgan. Tug'ishi yaqin variant hurmatli obunachilar. Bo'ylari 1.65 plus menimcha. Bo'ylari gavda boshi hamma yo'q katta. Zo'r. Narxini eshitmagan aka buni? 45 million. 45 million kami bor ekan hurmatli obunachilar. 27 millionga berishim mumkin. Telefon raqam qoldiramizmi aka? 88 lik. 375 58 Kimga baytal variant kirasi chiqish ekan hurmatli obunachilar, bemalol akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Mana. Bundan boshqa fermada bormi aka yo'qmi? Tagi serop a? Kimga bo'g'oz variant kerak, sizga aloqa qilishlar bitta xudo qolsa. Dastlabki xizmatlar qayergacha? Dastlabki xizmatlar. Любой joyga dastlabki qilib berasiz. Zo'r. Hurmatli obunachilar, akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Bo'g'oz varianti kimga kerak bo'lsa. Keyingisi. Qop-qora peshonasida qashqasi bor, to'y so'raganlarga mana hurmatli obunachilar. Chiroyli variant xudo xolasa. Bu necha yashar ekan tova? 1.5 yashar endi. Bo'ylari necha? 1.5 yasharli to'yimizni bo'ylari 1.50 ga berishar ekan hurmatli obunachilar. Oyoq qo'llari uzun varianti, o'ta chiroyli. O'g'lim polvon qilaman degan ikkalamizga olib bersalaring bo'laveradi. Mindi bo'lgan, yuvoshlik qanaqa? Juda o'ta yovvosh, qo'liga yaqin. O'ta yuvosh, ha? Yosh bolalar minib yuraveradi bemalol. Hurmatli obunachilar mana. Nomerimga chiqsa, Telegramdan tashlaverasiz. Bo'ldi ya. Hurmatli obunachilar, akamizga bemalol qilib ko'rasizlar. Narxini aytmadiku? Narxini 17.8 gacha, 17 gacha qilishdi, oyda 18 ga bermoqchi. 20 million, hozirgina o'tib beramiz. 20 million kami bor ekan hurmatli obunachilar. 17 millionga berishmayapti, ustiga qo'shsalaring berishadi xudo xolasa. Xudo. Dastlabki xizmatlar bor, ha? Dastlabki xizmat. Ha, gaplashamiz. Uni kelishgan oltida sizga qilib berasiz. Bo'ldi, nomeringizni ayting. 90 90 215 215 0340. 0340. Hurmatli obunachilar, kimga shunaqangi to'ylar kerak bo'lsa, bemalol mana shu qo'ldagi aloqa qilib ko'rasizlar. Mana hurmatli obunachilar, oyoqlar. To'yimizni turishi ham bir olam ekan haqiqatda. Zo'r. Manzil qayerda tova? Shaharda. Namangan viloyati Namangan shahardan ekanlar ekan. Ishko'prida. Ishko'prida. Tagi serobmi to'ylarda? Bor. Bitta 2-3 yasharlik otim bor, 1.75 lik. 3 yasharli otam bor. Ha.
Lağban bunu? Yo'q, hali minga bo'lmaydi. Hali menga bo'lmaydi, Endi 3 yasharda. 2 yasharda endi. 2 yasharmi? Zo'r. Hurmatli obunachilar, kimga to'y kerak bo'lsa, akamizga aloqa chiqarasizlar. Fermada tagi sirop. Kelim bor, qizil 5 qashqa. Aha. 5 qashqa Besh to'liq. qashqa. O'g'ayotda minga bo'lgan. Aha. Zo'r u. Zo'r, 5 yashar, bahorda 6 yashar bo'ladi. Zo'r. Bir Ot kerak bo'lsa, to'y kerak bo'lsa, mana shu hoji bobomizga aloqa qilsalaring, ishlaring bitta xudo xolasa. Xo'p, narxlarni kelishtirib berishadi o'zlari. Saidbek Uzlanchi deyish esdan chiqmasa, hurmatli obunachilar. Keyingisi. Saidbek Uz. Saidbek Uz. Mana hurmatli obunachilar, keyingi otimiz. Ustoga bu otimiz narxi nechbagan? 19 million kami bor ekan, hurmatli obunachilar. Otimiz yaltirab turibdi xudo xolasa. Bo'ylari necha ekan? Bir o'ylik bag'ashni aylantiring chiqanlarsin. Hurmatli obunachilar, qashqasi yakka qashqa ekan. Bir o'ylik plus minus deyishyapti, hurmatli obunachilar. Zo'r, otimiz lekin oyoq qo'llari uzun, bo'yin qismi ham anchagina uzun ekan. Menda bo'lmagan hali aka. Telefon raqam qoldiramizmi? Ayting. 95 lik. 013 64 62 67 013 64 67. Hurmatli obunachilar, akamizga bemalol aloqa chiqarasiz. 150 plus minus ekan otimiz. Turishlari ajoyib bo'ldi. Akamizga aloqa chiqarasiz. Fermada sirop aka tagi? Fermada tagi siropmi? Tagi sirop aka bor. Tagi bormi? Buni topiladi, xudo xolasa. Zo'r. Hurmatli obunachilar, akamizga aloqa chiqarasiz. Ustoga, bu to'yimiz narxi nechbagan? Assalomu alaykum. 18 million kami bor ekan, hurmatli obunachilar buni. Bo'ylari necha? 1.50 chiqib qoladi, ha? Menda bo'lganmi bu? Jo'ylar solib qo'yilganiga. Yaxshi. Hurmatli obunachilar. Necha pul bor qilishdi aka? Qilishyapti. Telefon raqam qoldiramizmi? Sotilib ketadi. Barakasi bersin. Hurmatli obunachilar, keyingi to'ylarimiz mana. Bashini ham tabzor. Hurmatli obunachilar, mana ona bola variantda xudo xolasa. Bu bolasi erkakmi yo? Urg'ochimi? Narxi necha ekan bu aytdilar? Qanchaga sotildi? 20 millionga barakasi bo'lib, hurmatli obunachilar, ona bolani. Burasi ham baytal variant. Zo'r, barakasi. Buning narxi necha ekan? Kanal aka. Saidbek Uz. Bu kimdan? So'ka, bu narxi necha pul? Narxi 20 million kami bor. 20 million kami bor ekan, hurmatli obunachilar. Baytalab bu ham? Yo'q, bu biya, bo'g'oz biya. Biya bo'g'oz, zo'r. Necha oylik bo'lgan? 6 oy, 7 oylik bor. 6 oy, 7 oylik bo'lgan. O'zini yoshi necha yosh aka buni? Yoshi 10 ustida. Yoshi 10 yoshdan o'tgan, hurmatli obunachilar. Otamiz. Zo'r. Narxi necha pul dedingiz? 20 million. 20 million. Zo'r. Telefon raqam qoldiramizmi? Ha, Ayting. 90 lik. 90 lik. 390 390 54 90. 54. Dastavkalarimiz bor. Qayergacha? O'zbekiston bo'ylab-da, O'zbekiston yetkazib bo'ylab, beraveramiz. hurmatli obunachilar, olgan narxlarni yetkazib berishadi. Mana, otimiz. Bo'ylari necha aka buni? Bo'yi. Bo'yi 1.60 bor, 1.55, 1.60. 55 bilan 1.60 ta orasida. Fermada seropmi tagi? Ha, tagi sero. Kimga biya kerak bo'lsa, sizga aloqa qilish bitta, xudo xolasa. Zo'r, barakasi bersin. Bu keyingilar kimdan ekan bu? Mana toylar ham bizda. Bu kichkina to'ylar, ha? Ha. Zo'r. Hurmatli obunachilar, kimga yosh to'ylar kerak bo'lsa, necha bosh berdi? Nechta qoldi? Hozir 3 ta sotim. 7 ta qoldi. kelishtirib beradi. 7 ta to'y qolibdi, hurmatli obunachilar mana. Bo'ylari nechadan bo'ladi? Bu
bular kichkina qulumlar bular. 35 plus 40 minus ha, xudo xolasa. Bular qaysi bir erkak, qaysi bir urg'ochi? Qaydan qayga baytar? Mana bag'i erkak, bag'i urg'ochi. Bu 3 tasi. Mana shu 4 tasi baytalarga hurmatli onalar. Buni tayseroq. 3 tasi erkak variantiga. Bu erkaklar narxi nech puldan bo'ladi? Bular narxi nech puldan? Bularni 11 million kelishtirib beramiz. Jicha yo'li. 3 ta erkakda 11 milliondan kami bor ha. 3 tasini bitta joyga olsangiz nech pulga berasiz? 10 million 500 ming. Uzr aka. Tekis 10 milliondan ketavermaydimi? 3 tasini bitta joyga olsangiz. Sayt buguzasiz. Siz obunachilaringizga ketaveradi. Ketaveradi. Like bosib qo'llab-quvvatlab tursa bo'ldi. Zo'r. Bu 4 tasichi? 4 tasi bular endi bundan ham kelishtirib beramiz. Narxi nech pul bularni? Bularni 10 million deyapmiz, jicha bitib beramiz. Ularni ham 10 million deyishyapti ekan. O'sha 4 tasini bir joyga olaman deganlarga narxini kelishtirib bersa hurmatli onalar. Qo'yig'i suyug'i 7 tasini bitta joyga nechdan berasiz? 7 tasini bitta joyga 10 milliondan olsin. Ha, kamaytirib bering aka. Siz obunachilaringizga kamaytiramiz yana. Kamaytirib dastlabkasini berasiz. Fermada bundan boshqa sirop atay. Sirop, sirop. Tagi sirop aka hurmatli onalar. Bemalol akamizga olasiz. Telefon raqam 33lik 340 0034 hurmatli onalar. Shu telefon raqamiga bemalol aloqaga chiqarasizlar. Manzil qayerda ekan? Manzil Oltiariqda. Oltiariq, Farg'onada. Farg'ona viloyati Oltiariq. Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida dastlabki xizmatlari O'zbekiston bo'ylab berishadi hurmatli onalar. Mana. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Yemoq-ichmoq sog'lik salomatligiga garantiya. Barakasi bo'lsin. O'rmujasi. Keyingilariga o'tamiz. Bu otlar kimdan ekan, sizlardan emasmi? Hoppa, variant hurmatli onalar, otimiz mana. Ot narxi nech bo'lgan aka? 30 million kam bu. Erkakmi? Yosh necha yosh? 6 yoshar. Ulog'i bormi aka? Ulog'i yo'q, 30 million kami bor ekan hurmatli onalar. Zo'r. Telefon raqam qoldiramizmi aka? Yo sotilib ketadimi? 77lik 254 49 52 ha? Hurmatli onalar akamizga bemalol qo'yib chiqarasiz. Oq variant kerak bo'lsa kimga? Appoqatda. Shinatmani yuraman degan akalarimizni. Bo'ylar necha aka? 160 plus ha? Oyoq qo'llari uzun, 160 plus ekan hurmatli onalar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Zo'r. Xo'p, hurmatli obunachilar, shu yerda videomizni yakunlaymiz. Bu ot bozorida 2-3 qismlari ham bo'ladi. Sayt Bigiz YouTube kanalini kuzatib borsalaring, xudo xolasa hammasini obzor qilib, videolarini chiqarib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Mehnatimizni ozgina qadrlagan holda bir zondan like tugmasini bosib, obuna bo'lmanglar, obuna qo'yish hech chiqmasin.